Sahnada Jizzaxlik jiyanlar jamoasi. Assalomu alaykum. Men ismim Kamol. Men doktorman. Men sizlarga hozir odamlarga birinchi tez tibbiy yordam qanday qilib ko'rsatilishini ko'rsatib beraman. Tasavvur qilamiz. Uydan shoshilib ishga ketyapsiz. Endi boshqa muzga qo'ysa ham bo'ladi, bu meniki shu yoqda. Shu kelib, shu qarasangiz, bir odam yotibdi yoningizda, lekin siz ishga shoshilyapsiz. Shu payt nima qilamiz? Hamma ishimizga tupurgan holda mana odamga yordam beramiz. Tupurganda ham qanday? Fu deb betiga emas, chekkaga qarab, deb. Xullas, qayerga tupurishni o'zingizlar bilasizlar. Sekin oldiga kelib, kalendoskopni olib, yurak urishini eshitib ko'ramiz. Endi tabiiyki, sizlarda bir savol tug'ilishi mumkin. Ko'chada yurganda majburmizmi mana bu narsani olib yurishga deb? Yo'q, majbur emassizlar. Xo'p, agar bu qiz bola bo'lsa, shoshilmasdan, palaparishlikka yo'qlamagan holda demasdan orbit chaynab, e'tibor qiling, orbit sekin sun'iy nafas beramiz. Yana beramiz. Agar sun'iy nafas foyda bermasa yoki sun'iy nafas berayotganingizda buni kipriklari yuzingizga sanchilsa, demak bu qizning kipriklari yasama. Agar kipriklari yasama bo'lsa, qoshlari yasama bo'lsa, lablari yasama bo'lsa, mana o'zidan kimdir yasab olgan. Xo'p, ana endi agar ahvol juda ham og'ir bo'lsa, bu qizni zudlik bilan operatsiya qilish kerak. To'g'ri savol aytishingiz mumkin. Operatsiya tekinmi deb? Agar bemorga natija qiziq bo'lmasa, ha, tekin. Agar bu erkak kishi bo'lsa, ro'mol bo'lmaydi tabiiyki. Erkak nima qilsin ro'mol? Ikkita qo'lni birlashtirib, sekin yuragini o'qalaymiz. Aha. Agar yurakni o'qalash foyda bermasa, nafas olyaptimi, yo'qmi eshitib ko'ramiz. Agar olmayotgan bo'lsa, yaxshi niyat qilamiz. Olib qolar. Chunki erkak tomadi bilan o'ynash bo'lmaydi. Shunchaki to'yib ovqat yegim kelyapti deganlar, Munisa Rizayeva oldida mazaq yuribdi hozir. Kiya minib. Endi bu odamga zudlik bilan ukol qilish kerak. Ukol qilish uchun nima qilamiz? Tabiiyki yonida shpris yo'q, attikaga borasiz. Shprisni olib kelib, sekin jo'natasiz. Toki ukol ta'sir qilgunicha bu odamni kissasini kovlab, telefonni olamiz va Face ID'ni ochib olamiz. Face ID'ni ochib, yaqinlarni qidiramiz. Yaqinlar tabiiyki Instagramda bo'ladi. Instagramga kiramiz. Kimdir video jo'natibdi. Mana qara, uzr. Berilib ketibman, uzr. Kontaktga kiramiz. Kontaktda aka deb qidiramiz. Aka yo'q. Demak, bu odam toshkentlik. Aka deb qidiramiz. Aka bor. Akani topdim. Akasiga xabar jo'natamiz. Xabar ketdi. Endi bu odamda qanday kasali borligini bilish uchun uni tilini ko'ramiz. Chunki odam tiliga qarab har xil kasalliklarni aniqlasa bo'ladi. Xo'p, bu tilni igna sanchish usulida davolasa bo'ladi. Igna o'zini sinab ko'rsataman. Xo'p, buni foydasi bo'lmagandan keyin bu odamni ko'krak qafasini yorish kerak. Undan oldin gigiyena rivoya qilgan holda perchatka kiyamiz. Xo'p, ba'zi bir odamlar mana shunday holatlarda hech qachon hech kimga yordam berishmaydi. Men nima demoqchiman? Agar siz
ko'chada ketayotganingizda oldingizdan mana shunaqa yordamga muhtoj odam chiqsa, unga yordam bering. Yordam berdingizmi, siz to'g'ri yo'ldasiz. Agar ertasi kuni ham xuddi mana shunday odam yo'lingizdan chiqsa, unga yordam qiling. Demak, siz to'g'ri yo'ldasiz. Agar 3-kuni ham xuddi shunday yordamga muhtoj odam chiqsa, demak, noto'g'ri yo'ldasiz. Boshqa yo'ldan yurib ko'ring. Rahmat sizlar va Jizzaxlik jiyalar a'zosi Mehmonov Kamol bo'ldi va bizga maneken topishda yaqindan yordam bergan Babay Premiumga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Jizzaxlik jiyanlar jamoasiga gulroz qarsakiylar. Albatta jamoa sardori Kamoljon Mehmonovga gulroz qarsakiylar.